Voy, men qayerdaman? Qayer? Nima bu yer? Nima? Ay boshim, juda og'riyapti. Odamlar qani? Samolyot, dengiz va ana yerda bir nimalar. Qayer bu yer? Tushunmadim. Hammaga salom do'stlar, mening ismim Kiraxon, mening yangi videomga xush kelibsizlar. Va men shu yerda samolyotdan tushib ketibmiz. Lekin men bu yerdaman, boshqa odamlar qani ekan? Mayli, siz yaxshilab joyingizga o'tirib olgan bo'lsangiz, men bugungi videoni boshladim. Menimcha bu yerda hozir survival qilishimiz kerak. Mening birinchi ideyam hozir samolyotni shunday ochiq qolgan joylarini yaxshilab tuzatib chiqish va men birinchi bazam shu yerda bo'ladi, ikkinchisini esa shu yerda qilaman. Birinchi bu yerlarni, sandiqlarni ochib hamma narsani olib chiqish kerak. Buni kiyib olamiz. Bu juda ham kerak. Tak, endi bu yerda ham sandiq ko'rganim mana. Bu ham kerak. Aha. Stop, men shu yerga narsalarimni yig'ib qo'ysam bo'ladi. Hozir baliqlar, yomon baliqlar shu yerga kirishi mumkin. Shuning uchun men bu yerdagi sandiqni olib, yerni yopishim kerak va tezroq daraxt olib kelaman. Tak, endi buni ham kiyib olamiz va men daraxt chopishni boshlayman. Nima? Qo'y, menga qilishma, ket. Menimcha ayiq bu, ayiq. Mana senga mana. Mana meni yenga olmaysan. Tak, buni o'ldirish kerak. Mana. Endi daraxtlarni chopish kerak bu. Mayli, boshqasini yashayveramiz. Ozgina daraxt olib olaylik. Ay, yo'q. Iltimos, ket. Iltimos. Ket. Buncha ayiqlar ko'p bu yerda. Nihoyat. Hech kim yo'qmi endi? Yo'q. Bu yerda ham sandiq bor ekan. Mana temirlar. Boya aytib turgandim. Juda ham zo'r. Yaxshi. Qog'ozlarni ham olamiz. Bu yerdagi sandiq tursinchi. Boshqa hech qayerda yo'qmikan? Mana. Yana. Qalqon. Yaxshi. Belkurak. Bular juda ham zo'r. Endi bu yerga narsalarni hammasini solib qo'yaman. Men tezroq endi o'zimga verstak yasab olishim kerak. Yaxshi. Endi men o'zimga kerakli narsalarni yasab olaman. Buni bu yerga. Endi men daraxtlar olishga ketyapman. Bu yerni ham tekshirib ko'rish kerak. Mana sandiqcha. Qo'y, faqat shumi? Bu nega kerak menga? Bilmadim. Oy qani? Qo'y yo'qmi? Qo'y. Mayli. Biz endi bu yerlarni tekshirib chiqishimiz kerak. Men o'zimga tosh olishim kerak. Qornim ham och qoldi. Yana olmani yeb olaman. Va endi o'zimga daraxtlar yig'aman. Moblar ancha ko'paya boshladi. Juda ham ko'p. Yo'q. Creeper. Menda zo'r g'oya bor. Kel. Endi jonimni olmaydi. Voy. Qachon portlaydi bu? Oldi-ku. Ancha moblar bilan ham jang qildim. Voy. Boltam ham sinib qoldi. Yo'q, mana ekan u. Hayron qolib turgandim. Qanday qilib boltam sindi deb. Men tashavorpam boltamni. Mana bunday qilib. Bu yoqqa kel. Menimcha bu daraxtlar menga hali yetmaydi. Hali ancha kerak menga. Endi men o'zimga ovqat qidirishni boshlayman. Ana yerda sigir yuribdi. Mana. Yaxshi. Kel aqol. Albatta boshingdagini olib olaman. Obunachilar, mening sheyderimga ham baho berib qo'yinglar. Ana ekani oy. Menimcha sheyderim yaxshi. Qani. Yaxshi. Temir. Normalniy. Bundan ikkita menga nega kerak?
boshqa bir normalniy narsa bersa bo'ladi-ku. Ana yerda hech nima bo'lmasa kerak. Ayiq meni ko'rmadi. Xayriyat. Endi bu yerni yopishim kerak. Hozir tosh olib kelib olsam yaxshi bo'lardi. O'zimga ozgina tosh olib olaman. Nihoyat tosh oldim. Bu yetmaydi, lekin bilaman. Yetmasa keyinroq ham olishim mumkin. Bu yerga sen qayoqdan kelib qolding? Iloji boricha mana bu narsani buzmaslik kerak. Chunki moblar spawn bo'lib boshlashi mumkin ekan. Birinchi o'zim просто bu yerni o'rganib chiqish uchun o'ynaganman. Juda ham zo'r o'rganmadim, lekin просто o'ynab ko'rgandim. O'shani buzganimda, o'sham kelib aytdi-da, "Buni buzmang" dedi. Mayli, hech qisi yo'q dedim-da. Buzaverdim, gapiga quloq solmay. Keyin buzganimdan keyin o'sha samolyotda moblar spawn bo'lib boshladi o'zidan o'zi. Men sizga buzmang degandim dedi keyin. Endi buni buzmaslikka harakat qilamiz. Baribir meni ura olmaydi, lekin kelaveradi. Buni qaranglar. Bular samolyotni ta'mirlash uchun kerak bo'ladi. Bu yomon baliqchi, yomon, juda ham yomon. Ket. Shunchalik ham ko'p jon oladimi? Chotki zo'r bo'ldi. Negadir Minecraft juda ham ko'tyapti. Lekin chotki Minecraft bazachamiz. Bu suvlarni qanday yo'qotish kerak? Tak. Menda temir bor edi, shundan chelak yasab suvlarni olaman. Va o'zimga ham u chelak kerak bo'lib qolishi mumkin. Tak. Chelakkan, mana chelak. Aha. Jonim ozgina qoldi. Videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz, videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Albatta 50 ta like yig'ilsa, men videoning ikkinchi qismini ham chiqaraman.